Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün fiqhi dərslikimizin 32-ci dərsini oxuyuruq. Biz bugünkü dərsimizdə ilgirki saatlik dərsimizdən davamı bolğan hac haqqındakı hökmlər haqqında toxtalımız. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə hac qılğıcının şərtləri və hac içindəki fəaliyyətlər haqqında toxtalğan idik. Əmdi biz bugün mahzuratul ihram, yəni biz hac qilish üçün yoki umra qilish üçün ihramga kirgan vaqtimizda nimalarga diqqat qilamiz, nima ish qilsaq bo'lmaydi, nima ish qilsaq bo'ladi, bu haqida to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Mahzuratul ihram. Ihromningki cheklangan ishlari. Birinchidan ayollarga o'rtaq cheklangan ishlar halqu sha'r, chashni tushirish yoki qisqartish yoki qasdan yo'ngdash. İkincisi taqlimul azafir, tırnak elish, mayli putning olsun yoki qo'lning olsun. Üçüncüsü xushpuroq ishiltish. To'rtinchisi ovlash, ya'ni ihromga kirgandan keyin qilish cheklangan ishlar tuvandagisi. Al-jima' ayollar munosabatda bo'lish, uningdan keyin ayollarni quchoqlash. Mana bular ayollar o'rtaq bo'lgan ihromga kirgan odamningki qilishi cheklangan ishlar. Endi erlarga xos bo'lgan cheklangan ish qaysi degan vaqtimizda u birla u bo'lsa-mu tikilgan kiyim. Qanday tikilgan kiyim? Badanga o'lchab tikilgan kiyimni kiyish faqat erlarga cheklangan. Ayollarga cheklanmagan. Endi ayollarga xos cheklangan ishlar qaysi degan vaqtimizda ular birinchidan yüzünü yopish, ya'ni niqob bilan yuzni yopish. İhromdagi holatida ayol kishi yuzni yopmaydi. Unda bo'lib qolsa, yot erlar bo'lib qolsa, bunda holatda yuzni yopmay, yuziga yog'liqni tashlaydi. Erlar yo'q holatida ichib o'tadi, erlar bo'lgan vaqtida yopadi, ya'ni tashlaydi. Ammo niqob shaklida emas. Ikkinchidan ikki qo'lga paylay kiyib olish bu to'g'ri emas. Mana bu ihromga kirgan vaqtda qilish cheklangan ishlar. Unda bo'lsa, mushu cheklangan ishlarni qilib qolsak nima bo'ladi degan vaqtimizda jazo keladi. Ya'ni bu jinoyatlarni o'tkazganlarning jazosi bor. Qanday jazosi bor degan vaqtimizda badana vojib bo'lgan ishlar bor buning ichida. Badana degan nima desanglar, yo tugi o'ltirish yoki kala o'ltirib Makkaning paqalariga taqtib berish vojib bo'lgan ishlar bor. Ular qaysi? Al-jima' fi athna'il ihram قبل التحلل الأول وبعد وقوف عرفة. Hac qilg'ili ihromga kirib, Arafotda turib bo'lgandan keyin, ya'ni Muzdalifa kechalari, birinchi ihromdan chiqishdan ilgari, birinchi ihromdan qachon chiqamiz? Ishning ikkini qilish bilan birinchi ihromdan chiqqan bo'lamiz. U qaysi? Shaytonga tash etish, chechimizni tushirish yoki qisqartish, qurbonlik qilish. Yani hadini bo'g'izlash. Mushu uch ishning qaysi biri ikkisini qilsak, birinchi ihromdan chiqqan bo'lamiz. Ya'ni yarim ihromdan chiqqan bo'lamiz. Ya'ni mushu birinchi ihromdan chiqmay turib, ya'ni qo'y bo'g'izlamay, shaytonga tash atmay yoki shaytonga tash etish, qo'y bo'g'izlash, boshidan tushish yoki qisqartish dedik-ku, mushu ikkisini qilmay turib taqa ayolga yaqin kelib salgan bo'lsa, Onun nima keladi? Tuga yoki qalini bo'g'izlab Makkaning paqalariga taqtib berish vojib bo'ladi. Endi uning hajji buzilmamdi desa, jumhur olimlarning ko'z qarashida hajji buziladi, qayt qilishi kelar yili vojib bo'ladi. Lekin shu hajni tugitib o'tmay yana davom qiladi. Ammo bizning Hanafiy mazhabda hajji buzilmaydi. Qala yoki tugi o'ltasa bo'ladi. Ammo bizning Hanafiy mazhabdami Arafotda turishdan ilgari, ya'ni Zulhajjning 8-kunlari kechilikda yuz berib qolgan bo'lsa, qo'y vojib bo'ladi, qo'y o'ltirish, ammo hajji buziladi. Shunga diqqat qilinglar. Undan keyin yana shu qanday ishlarda badana, ya'ni tuga kal vojib bo'ladi desa, idza tafa tawaf al-ifada junuban aw ha'idan aw nufasa. Odatda tavofni tahoratsiz qilsa, qo'y vojib bo'ladi. Junub holatda qilsa, tavoful ifodani uningga tuga yoki kala vojib bo'ladi.
Endi qo'y vacib bo'ladigan, bir dona qo'y vacib bo'ladigan yoki sadiqa vacib bo'ladigan ishlar bor buning ichida. Qaysi desa, libsil muhit va tagtiyatur ras val halq jashin tushur va qasul azfar va tatayyub. Endi bir er kishi tikilgan kiyim kiygan bo'lsa, agar shu tikilgan kiyimni bir kun kiygan bo'lsa, uningga qo'y keladi. Qan qilish lozim. Agar bir kunga yetmagan vaqtda kiygan bo'lsa, yarim kun yoki yarim kundan ortiq bir kunga yetmagan holatda kiygan bo'lsa, uningga sadiqa lozim bo'ladi. Ya'ni nisf sa. Buğdaydan yarım sa. Bu taxminan 1,5 kilo etrafida. Buğday birishi nima bo'ladi? Vacib bo'ladi. Bu ishlar qachon qasddan, ya'ni uzrsiz, qasddan uzrsiz qilgan vaqtda. Uzrsiz shundaq tikilgan kiyim kiyib qolsa yoki beshiga bir narsa kiyib qolsa, bir kun to'liq nima ketadi? Qo'y ketadi, bir kun ketmagan bo'lsa, sadiq ketadi. Qanchalik? Buğdaydan yarım sa. 1,5 kilo atrofida. Endi 5ni tushirgan bo'lsa, 4ning biriga yetmagan ahvolda 5ni tushirgan bo'lsa, hech qanday o'zrisi yo'q, qalisi pitlab qolmoqliq. İhramda turib shundaq uningki palatlarni ado qilib bo'lmay turib 5ni tushirayotgan yoki qisqartgan bo'lsa, nima bo'ladi? 4ning biriga yetgan bo'lsa yoki undan ko'proq bo'lsa, qo'y keladi. Agar 4ning biriga yetmagan bo'lsa, sadiqa. Qanchak? Nisf sa min al-bur. Yarım sa buğdaydan. Endi tırnaq olgan bo'lsa qanchalik desa, mayli qo'ldan olgan bo'lsin, mayli putdan olgan bo'lsin, 5 barmoqninki bir yerdan, ya'ni qulamning 5 barmoqining tırnaqini olgan bo'lsam, qo'y keladi. Agar 4ni yoki undan az olgan bo'lsam, sadiqa. Qanchalik? Nisf sa min al-bur. Yarım sa. Bu 1,5 kilo atrofida baytin degandek. Endi 5 barmoqnikini yaptı, ammo mening 3 barmoq, mening 2 barmoq, yoki mening 3 barmoq yoki putamning 2 barmoq. Mutafarriqa bir yerdan bo'lmay 5 barmoq olgan bo'lsa, buningga sadiqa keladi. 5 barmoqni yuqori olgan bo'lsa, nereden olgan bo'lsin, uningga qo'y qon keladi. Endi jima va muqaddimati. Jima qilish va muqaddimati. Yani jima qildi, inzal qilmadi, yoki inzal qildi, yoki qo'li bilan istimna analizm qildi, buningda qon keladi. Mutlaq holatda qon keladi. Ya'ni bu qachon? Ba'da tahallul avval. Hajda birinchi ihramdan chiqib bo'lgandan keyin shundaqla umrida ihrom bog'lagan vaqtda. Undan keyin hajning vojibatlaridan bir vojibni yoki umrning vojibatlaridan bir vojibni tashlagan bo'lsa, qon keladi. Mutlaq holatda. Endi yuqorqi ishlarni o'zurba holat qilgan bo'lsa-chi, masalan, ihrom bilan kiysa, ihrom kiyimi bilan kiysa, yo'lda tutib olgan yoki beshi pitlab qolib chechini tushirgan, ish qilib qanday bir o'zurisi bilan qilgan bo'lsa-chi desa, Qur'onda deyilgandek, ixtiyoriy holda qanday bo'ladi? Ya qon bo'g'zisimi bo'ladi, ya 6 miskinga taomoq basim bo'ladi, yoki 3 kun ro'za tutsimichi bo'ladi. Bu o'zurisi bor holatda qilgan vaqt. Endi 2 qon ketadigan ishlar bor. Qaysi desa, yuqorqi bir qon ketadigan ishlar bor, yuqorida biz so'zlagan. Shuni qorin haj deb hajning bir turi bor. Qorin haj deb. Shu qorin hajni qilguvchilar yuqorqi bir qo'y ketadigan ishlarni qilsagan bo'lsa, u qorin haj qilguvchilarga 2 qo'y ketadi. Qorin hajning nima ekanligini biz texmo tafsiriy kitoblarda o'qiymiz. Chunki hozir qorin haj qiladigan odam yo'q, asosan yo'q. Bizlar mutlaq qilmaymiz qorin hajni. Endi ömrü haqida to'xtalsak, ömrninki ihrom boshqa ahvollari hajninkiga o'xshash. Bayatdan ihrom cheklangan ishlar ömrdan o'xshash shakllanadi. Masalan, haj shart bo'lgan ish, haj qiluvchi shart bo'lgan ish, umr qiluvchidan o'xshashli shart bo'ladi. Boshqa hukmlar o'xshash. Endi buning arkonlari qaysi, shartlari qaysi degan vaqtimizda, uning sharti 1. U qaysi? Niyat qilish, ya'ni ihromga kirishni niyat qilish. Umr qilib ihromga kirishni niyat qilish. Ikkinchisi arkonlari. Erkanıço 1. U bo'lsa qaysi? Tavob qilish. 7 qatim tavob qilish. Uning vojibatlari qaysi desa, Safa Marvaning o'ttirisini qilish, sa'i qilish. Ondan keyin boshni tushirish.
başını düşün. Mana bu vacibatlar. Demek ömür qilmoqchi bo'lsak niyat qilamiz, ihrom kiyimimizni kiyamiz, ihromda qilgan, chekiladigan ishlarni qilmaymiz. Undan keyin Makkaga beriblam, Ka'baga berib tavob qilamiz 7 qatim. Undan keyin Safa Marvadan o'tirib yuguraymiz 7 qatim. Berishimiz birga hisob, kelishimiz birga hisob. Undan keyin beshimizni tushiramiz yoki qisqartamiz, ihromdan chiqamiz, ömür tugaydi. 2 soat tugaydi ömri. Endi sunnatlar va diqqat qilish tegishli. U qaysi degan vaqtimizda yuyinish, ya'ni ihrom kiyishdan ilgari qanday qilish? Yuyinish. Ihromga kirib niyat qilishdan ilgari, ya'ni ihrom kiyimini kiyib niyat qilishdan ilgari 2 rakat namoz o'qish. Ondan keyin tavob qilgan vaqtimizda oldingi 3 tavobda so'kildash. Undan keyin Safa Marvaning o'tirisida qanday qilish? So'kildab yugurish. Nerede yuguraymiz? Shu belgilangan urumba yeşil chirog'ga bekitib qo'yganlik, shu yerda yuguraymiz. Yani ondan başqa sunnatlarimiz var. Masalan, tavob qilgan vaqtimizda oldingi 3 tavobda erlar o'ng tarafini qanday qilib qo'yish, echib qo'yish deganga o'xshagan. Undan boshqa Hajar Aswadni silash, bayatni hajda deb bo'ldik, shuni biz bu yerda takrorlamaymiz. Ondan boshqa hukmlari o'xshash. Oxirgi kun hukm berilgan, buni sizlar ishlaysizlar, bu sizlarga topshiriq. Shuning bilan bizningki hajga aloqador hukmlar mush yerda oxirlashdi. Endi biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور